Boshlariga 1 2 3. Assalomu alaykum. Hammaga sonlar yaxshimiga xush kelibsizlar. Bugungi mavzuyimiz deb boshlash kerak-da o'zi. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi podkastimizga xush kelibsizlar. Sonlar yaxshimiga xush kelibsizlar. Bugungi podkastimizda juda ham qiziqarli mavzu bo'lgan Koreyada pul topish haqida gaplashamiz. Asosiy mavzularimizdan bo'lgan juda ko'pchilik bizga savol beradigan, to'g'risi qayerga borsak ham masalan kimlar yosh talabalar bilan yoki bo'lmasam endi ish qidirayotganlar bilan gaplashsak ham doim shu mavzu haqida gaplashamiz. Talabalar so'rashadi, aytishadiki qanday qilib part time topish mumkin, qanday qilib professional ish topish mumkin. Shuning uchun bugungi mavzuyimizda shu narsalar haqida to'xtalib o'tamiz. Bizni tarkibimiz bugun to'liq. Tarkibimizda Sirojiddin, Tohirjon AI ga asoslangan mobil platformalarda ishlashadi va Abdurov magistraturada o'qiyotgan va part time ish topish bo'yicha, arbaytlar bo'yicha qabristonskiy bola va men o'zlaring bilganlaringdek ko'payda ishlayman e-commerce da. Bizda ham qanaqadir shu ish topish bo'yicha ishda ishlash, har xil shu ish haqidagi bo'lgan tajribalarimizdan bo'lishmoqchimiz. Juda ko'pchilik maslahat olishga harakat qilishadi. Mana shu videoda agar iloji boricha ko'rsalaring, juda ko'p savollaringga javobni olsalaring bo'ladi. Bugungi mavzuyimizda logik jihatdan nima bilan boshlashimiz aniq. Bu albatta part time job. Chunki qachon bo'lsa ham professional ish topishdan oldin doim hammamiz Koreyaga kelib, Koreyada yurgan paytimizda birinchi o'rinda part time job, ya'ni o'qish davomida ishlashdan boshlaymiz. Bu ko'pchilikka qiyin bo'lmasligi mumkin, lekin buning ichida ham qiyin holatlar bor. Odamlar qanday qilib ish topishni bilmasligi mumkin, chunki koreys tili muammo bo'ladi. Odamlar qanaqadir mashinliklarga uchrab qolishi mumkin yoki bo'lmasam ish davomida ulardan foydalanish mumkin, ya'ni take advantage of bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Shu o'zining huquqlarini, o'zining qoidalarini bilish haqida gaplashamiz birinchisi. Shundan boshlaydigan bo'lsak, sizlarga savol. Koreyada kelgandan keyin student yoki bo'lmasam oddiy ishga kelgan odam yoki bo'lmasam oddiy yashayotgan odam qanaqa part time'larda ishlashi mumkin? Shu narsadan boshlaylik. Qanday ishlar bor o'zi? Meni tushunishim bo'yicha endi umumiy holatda restoranlarda servingda ishlash mumkin, yo xizmat ko'rsatish, bu endi kebab deymizmi, koreyskiy deymizmi, undan keyin o'qitish. Ya'ni har xil shaxsiy tutorlik orqali agar kimda matematika yoki ingliz tili bilimlari bo'lsa, mana shu orqali ham pul topsa bo'ladi va kunlik ishlar. Zavod fabrikada ham ishlab bor, chunki zavod fabrikaga borib turib ishlab keladiganlar ham bor. Odatda bular haligi semestr tugagandan keyin, hozir mana deyarli qishki semestr tugadi. Menimcha endi bundan buyog'iga bolalar ta'tilga chiqishadi va shu sen aytgandek zavod yoki fabrikalarga borib keyingi semestr, ya'ni mart oyigacha ishlab kelishadi. Yana bitta narsani, asosiy narsani esdan chiqaryapmiz, o'sha mashhur delivery, yetkazib berishda ishlash. Ko'pchilik bunda katta pul topadi. Ba'zilar qonuniy, ba'zi birlar noqonuniy ishlaydi. Bu tomonlari ham bor. Yoki bo'lmasam yana bitta esdan chiqarayotgan narsa, universitetda ishlash ham mumkin. Oh, yes. Universitetda ofis yordamchisi yoki bo'lmasam laboratoriya yordamchisi bo'lib ishlaydiganlar ham bor. Yoki bo'lmasam oddiy universitetda yaxshi o'qib turib TA, ya'ni teacher assistant deydi, TA'lik qilib ishlayotganlarni ham bilaman. Faqat shundan pul topadiganlar ham rosa ko'p. Bu endi ko'pincha bilimga, ya'ni tajribaga bog'liq. Ko'pincha professorlar shu sinfda aktiv studentlarni tanlab ko'p holatlarda o'zlariga TA qilib oladi. Ham tilda ham yaxshi bilish kerak. Tilda. Endi darslar ingliz tili bo'lganligi uchun u TA'larni ko'p ingliz tilini bilish shart-da chet tilliklar uchun. Ish part time job deb gaplashadigan bo'lsak, endi hop ish bor, hop bildik. Endi u ishni qanday topishimiz mumkin? Siz birinchi kelib qayerda ish topgansiz, Rashidjon? Menmi? Endi biz paytda dinozavrlar paytida edi, 2015-yillarda asosan men Craigslistdan topardim. Endi hozir ishlayaptimi yo'qmi bilmayman to'g'risi. Shu juda email jo'natardik. Hozir o'sha paytda jo'natgan rezyumelarim ham turibdi-da. Eslab turman ba'zida. Keyin albomim. Shu albomim bilan o'sha Craigslistdan juda ko'p ishlarga topshirardim restoran. Endi albomim haqiqiy nima deydi, ingliz, koreys tilida bo'lganligi uchun men qiynalganman. Shu hisobiga
Albamon va Craigslist. Mana shulardan topganman men ishlarni. Eshitishim bo'yicha Abdurov, sen magistrda o'qiysan. Gaplashganimiz o'zing aytding. Part-time'da ishlaysan, lekin oyliklar zo'r. Ha, endi u Qanday topgansan u ishni? Nima ish? endi bozorda ishlanadi. Asosan katta bozor. Bu bozorda endi hamma haligi dehqonlar yetishtirilgan narsalarni olib kelishadi. U yerda optim olib ketishadi do'konlar boshqalar. O'shalarni olgan odamlarga yetkazib berish kerak. O'sha yetkazib berish delivery bilan shug'ullanamiz. U yerda endi kechqurun, asosan kechqurun ish bo'lganiga, kunduzi ham bor, kechqurun bo'lganiga pulni ko'proq to'laydi. Keyin u yerda bozor juda katta bo'lganiga, necha gektarda bozorda bilgan inson va texnikalarni hammasini ishlata biladigan insonlar ishlatadi. Tilni ham yaxshi bilish kerak. Tajriba bo'lish kerak. Tilni yaxshi bilmagan taqdirda ham birorta o'zbek bilan ishlasa, eplab ketsa bo'ladi. Qanday topgansan bu ishni? Endi uni bitta ukamiz orqali, Abror degan ukamiz orqali topganmiz. Ya'ni tanish bilish orqali. Tanish bilish orqali. Networking. U qanday topgan? U ham bitta tanish orqali topgan. Shu O'zbekistonga. Yo'q, O'zbekistonga ketayotgan bo'lgan, o'rniga qo'yib ketgan bo'lgan. U bolalar Shunaqami? Endi bilmadim. O'zining sayti bor. Shijang, Karak Shijang degan, o'shani search bersa chiqib keladi. Karak Shijang. Okay. Endi birinchi asosiy ishlarni, masalan, ko'pchilik hozir kelib tilni yaxshi bilmaydi, samishol ilyoklarga chiqadi. Ilyokga chiqsa, endi tilni yaxshi bilmagan u yerda ham ish topish qiyin bo'ladi. O'shanga ko'proq men o'zim tajribamdan oldin ham biz ham chiqqanmiz u yerlarga, keyin tilni yaxshi bilib, ko'p joylarga boshlab o'rgandan keyin u yerga chiqmasdan hozir asosan ish qidiradigan bo'lsak, kim kelsa ham qidiradigan bo'lsa, Tangin. O'sha Tanginda ko'proq ishlar yaxshi, lekin tilni yaxshi bilish kerak. qanaqa qidiradi? Menga ancha bo'lib ketdi. Shu o'zi Alba degan joy bor. Tanginda o'zida Alba degan degan bor. Addenni batum bor, o'shadan Qidirib, topib, kunlik o'zini rayon belgilab olib turib topsa bo'ladi. Unga ham chivon qilish kerak, oddiy olmaydi. O'sha tajribalarni yozib, qilib topshirish Endi kerak. masalan, yana bitta usuli bor. Telegram yoki bo'lmasam sotsial mediadagi har xil gruppalar. Gruppalar ham borda, to'g'rimi? Hozir gruppalar bor, men bilgan 2-3 ta gruppalar bor. O'sha kunlik ishlarni tashlashadi. Menga 1 kishi kerak, 2 kishi kerak, 3 kishi kerak degan. Endi u hozir umumiy yordam guruhi bo'lgan, ish ham tashlaydi, qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa ham tashlaydi yoki O'zbekistonga ketsa qanaqadir yuk so'rab tashlaydi. Shu Telegram guruhlari orqali ham kunlik. Endi bu holatda ko'proq tanish bo'linsa, sirasi o'sha Telegramga ham tashlamasdan o'zi bilan sirasi gaplashib ishga chiqib ketilaveradi. Endi iloji boricha Endi ular yaxshi ma'lumot. hammasi vaqtinchalik ishlarda, pastdan endi o'qishda ham davom ettiraman, ishda ham olib ketaman deydigan bo'lsa, o'sha aytgan Tangin, Albachongu qo'shlardan part-time ish topganlar yaxshi. Ya'ni bu narsalar shu nima deydi, o'qish va ishni bilan nima deydi, muvozanatni saqlamoqchi bo'lganlar uchun-da. Endi agar maqsad kelaman, ishlayman, soqqamni qilib ketaman deydigan bo'lsa, endi bosish kerak. U yerdan ish topgandan keyin ishlash mobaynida endi har xil insonlarni ko'rishadi yoki katta tim bo'lib ishlashi mumkin, ishiga bog'liq. O'ziga ham bir tajriba bo'ladi-da. Koreyalik mudhosida nima deydi o'zbekchasiga? Madaniyatida, boshqa narsalarni ko'p narsalar o'rganadi. Endi til masalasi bor. Til masalasi. Til part-time jobda, yarim stavkali ishlarda, Koreyada til muhimmi? Qanaqa ish? Muhim. Koreys tili misol boshida o'zimiz ham til bilmaganmiz, qiynalganmiz misol. Koreys tili, lekin til asosiy muhim. Viza va ish soatidagi cheklovlar. Endi student bo'lganligi uchun baribir nima deydi, hukumat nima deydi, 100% haligi full stavkada ishlashga ruxsat bermaydi baribir, chunki aniq raqamlarda gaplashadigan bo'lsak 20 soat. 20 soat. Endi u topiking bo'ladigan bo'lsa, topik darajangga qaraydi-da, chunki shunchaki kelib turib sen adashmasam ishlamaysan hozirgi holatda. 6 oydan keyin shunaqa edi. Endi o'shani hisobiga haftasiga 20 soat va hafta oxiri cheklovsiz. Hafta va bayram kunlari bo'ladi, dam olish kunlari. O'shanda cheklovsiz ishlasa bo'ladi.
Bu degani ham haftasida 40 soat. Yo'q. Endi Siz aytgan ma'lumot noto'g'ri. Shanba bozor cheksiz ishlasa bo'ladi studentlar. Hafta kunlariga masalan topik 4-5 darajasi borlar yoki KPS darajasi borlar 30-35 soatgacha ishlasa bo'ladi. Buni ham har xil masalan konsol qurilishlarda cheklov mumkin emas. Topik 4 yoki 5 bo'lishi kerak unga ham Anjun ko'yikmi degan anaqasi bor. Yo'q, men yarim xavfsizlik. yarim stavkani aytdim. Mana restoranlardagi holatni aytdim. Endi meni bilishim, mendagi ma'lumot oldin bo'lishi mumkin. 20 soat deb eshitganman. 20 soat? 20 soat bo'lganda. 20 soat bakalavr o'quvchilarga. Ha, demak siz magistrda Ha, magistr uchun 30-35 soatgacha ruxsat berilgan. Okay. Yozgi ta'tilda full ishlasa bo'ladi. Yoki hafta oxirlarida soat Bu hisoblanmaydi. universitetlarga ham bog'liq emasmi? Misol universitetga Yo'q. beriladi. Yo'q. Unda ajratish bo'ladi-ku. Bakalavr magistrda ajratish bo'lyapti ekan. Endi magistr qancha darajada bakalavrda yashab o'tib turib, keyin tajribasi bo'lgan bo'ladi-da. Lekin to'g'ridan to'g'ri magistrga kelishi ham mumkin studentlar. Ha, endi ular qila oladi. Endi to'piga bo'lmasa, Endi bu aytayotgan gap to'g'ri kelmaydi. qanaqasiga? Misol aytyaptiki, bakalavr bosib o'tgan bola Koreyada bosib o'tganmanmi bakalavr? Yo'q, farqi yo'q. Endi baribir bakalavr magistrga nisbatan pastroq turadi degan ma'noda aytilyapti. Bakalavrda keyin bu yerda vaqti ham ko'proq. Bilsangiz 1 kun yo 2 kun boradi. naborat magistrlarga. Ha, Magistrda. magistrda. 6 oygacha ishlash mumkin emas. Noqonuniy bo'ladi. 6 oydan keyin ishlashga ruxsat beradi. Endi ko'pchilik kelib ishlaydi va hammasi noqonuniy. Ushlasak hozirgi paytda ko'pchilik deport qilyapti. Yoki birinchisiga o'sha 1,5 ming 2 milliongacha ishtirab to'lashyapti. Endi uni holati ham nima deydi, uni ishni turiga qarabda, agar konsolda ishlayotgan bo'lsa, ya'ni qurilishda ishlayotgan bo'lsa, adashmasam deport surasi hozirgi holatda. Uni ham haligi deport bir ikkita ushlab olganlar ham bo'ldi, boshqa bo'ldi. Advokat aralashib yoki o'zbek tilida yaxshi biladigan insonlar aralashib turib, birinchisiga ishlab chiqarib boshqa qilishyapti. Lekin Pul o'sha hammasi taraflar muammo. ham keyinchalik vizani cho'zishga обязательный 5 yillik davom edimi oxirgi? qaysini? Bunaqada viza ishtirafda. Oxirgi 5 yillikda oladi vizada. Masalan, 5 yil ichida to'lagan ishtiraflarga oladi. Hop, keyingi yil extend qiladimi Ha, yo'q, masalan, keyinchalik deyapsan. Keyinchalikka masalan 4 yil universitetda o'qib, keyin 1 yil ishlab turib, keyinchalik F2 olaman desa, ta'sir Yo'q, qilmaydi. F2 haqida emas, o'sha D2sini haqida gapiryapti. Ha, D2da bo'lishi. Cho'zishda muammolar bo'ladi. Cho'zishda muammo. Ya'ni hozirgi momentda sen jarima to'lab chiqaverasan. Lekin keyingi cho'zishda muammo qilishi mumkin. Jarima miqdoriga ham qaraydi. Deyarli 6 oydan keyin deyarli cheklov yo'q, bemalol ishlasa bo'ladi, to'g'rimi? Cheklov ishlashga cheklov yo'q, lekin ish soatlariga обязательно cheklov qiladi. Endi savol. Ish paytida soliqlar to'lanadimi? Qanaqa soliqlar bor? Part time'da misol men ishlagan davrda qonuniy ishlaganman, 3-3%, 3-33% bo'larmi? 3-3% soliq to'laganmiz. Soliqni sen to'laysanmi oyligingdan yoki bo'lmasam sen ishlayotgan joying to'laveradimi? Ya menimcha ikkalamiz o'qituvda to'langan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin bizda soat Mendan 3% olib qo'ygan, olib qolardi tax. Menda olib qo'ymagan. Endi hozirda misol uchun home taxga kiradigan bo'lsam chiqadi. Menda ham chiqadi. Ha, Chiqadi. chiqadi. Menda olib qo'ymagan. Chunki menimcha soatlikda olmaydi-yu. Pul qaytarib ham oldim. Ya mendan olib qo'ygan. Yo'q, olib qo'ygan, Ko'p soliq lekin- to'lagan ekansiz, qaytarib berdim Ya menga. men 300 ham ming. qaytarib olganman. O'sha may oylarida o'zim dokument topshirib qaytarib olganman, lekin olgan soliq olardi. Endi menimcha bu yerda bitta narsa bor. Aytaylik, soatlik biz kechqurun ishlardik kebabda. Kechqurun ishlaganimizda o'zi asli Koreyaning qonunlari bo'yicha kechqurun 10 dan keyin ertalabgacha 2 barobar ko'p to'lash kerak-da. Qonun bo'yicha. Ya'ni bu ham bizni eshitib turganlar bilish kerak bo'lgan ma'lumot. U o'zini haq-huquqlarini bilish kerak-da. Endi bu yerda menimcha bizga haligi qilmagani, ya'ni endi men kebabda ishlayotgan paytimda, kebab yoki boshqa joyda ishlayotgan paytimda adashmasam balkim o'shani soliq qilib kompaniya o'zi ham to'lab yuborgan bo'lishi Menimcha noqonuniy ishlagansiz. Yo'q. Qanaqasiga noqonuniy? Kebabda noqonuniy ishlatmaydi. Mister Kebabda men ruxsatsiz ishlamaganman, ruxsat ololmaganman, uydan chiqib ketganman. Endi qattiq edi, menimcha hali ham qattiq. Ishlovchilarga, talabalarga yaxshi maslahatlar berishimiz kerak. Yangi boshlovchilar, yangi kelganlar uchun yoki bo'lmasam ish qidirayotganlar uchun, ishlayotganlar uchun har bittamiz maslahatimiz. Mening maslahatim shu, boshdan qonuniy ishlash kerak deb o'ylayman. Chunki keyinchalik baribir viza cho'zdirayotganda
har bitta immigratsion viza topshirayotgan odam har xilda. Masalan uchun ba'zi immigratsion haligi hujjatni o'tgan yilgisini so'rash mumkin xolos. Ba'zilari u 3 yillik, 4 yillik, 5 yillikgacha so'raydi kerak bo'lsa-da. Bu narsa home tax rekordda turadigan narsa. Chunki men o'zimni boshimdan o'tgan, masalan uchun noqonuniy ishlagan vaqtlarim, masalan Noqonuniy ishlagan narsa qanaqasiga rekordda turadi? chunki tax to'laysan-da. Noqonuniy ishlayapsan. Qanday tax to'laysan? Tax to'laysan. Endi bilmayman qanaqa registratsiya qiladi, lekin tax Endi mana shu nima aytib ketay. Exactly. Mana shu tomoni bor. Ishlayotganlar bilish kerak bo'lgan, biz bilmagan narsa borda bu yerda. O'shaning uchun aytyapmanki, noqonuniy ishlasang ham, kompaniya misol uchun hujjat bo'lmasa ham work permit endi sen bilan ishlayotgan oshxona o'rtasida kontrakt bo'lishi mumkin. Lekin immigratsiyadan work permit bo'lmasligi mumkin demoqchiman, tushunasizmi? Endi mana shu Endi joyda shu holatda qanday qilib ish beruvchi senga qanday soliq to'laysan? endi ish beruvchi bilan kelishasan bu narsani. mana shu joyi mavhum bo'lyapti. Endi qara, mana shu joyda Qanaqasiga misol ishlayotgan? Xo'p, savol qarang. Yo'q, endi qarabdi, mana shu joyda. Mana shu joyda agar sizda kontrakt bo'ladimi, ruxsat bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Home taxdan nimaga chiqadi? Chunki kimdir report qilgan. Sizni o'sha ID kartangiz bor-ku, o'sha ID kartangizni soliqqa report qiladi o'sha ishlagan joyingiz. O'sha orqali chiqib keladi. Sizda shartnoma yoki migratsiyadan u hech qanaqa qog'oz bo'lishi shart. Axir noqonuniyda u work permit ishlayotganingiz. O'sha narsa noqonuniy. bilan meni gapim o'sha bir xil. Men aytmoqchimanki, siz bilan o'sha bu joyga borgan ishxonaga ishga borganingizda ID kartangizni oladi, danlaringizni oladi kerak bo'lsa, boshqa narsalaringizni oladi. Va bu degani siz bilan ishlayotgan joyingiz o'rtasidagi shartnoma bo'lyapti deyilyapti-da. Okey, men shu joyni tushundim, lekin qanaqasiga noqonuniyligi degan joyga siz javob bermay ketdingiz-da. Qanaqasiga noqonuniy bo'lib Chunki qoladi work degan. permission yo'qligi uchun noqonuniy bo'ladi deb aytyapman-da men. Qisqasi, bu yerda catch nimada? Catch yo'qligi nimada? uchun. Biz ham bilmay qolgan joylarimiz bilib bilmasdan ID kartalaring so'rasa, work permission bo'lmasa beravermanglar. Chunki ish beruvchi nima qiladi? U baribir kimgadir pul to'layotganini isbotlash kerak u. Chunki income qilyapti, chiqim qilyapti, chiqimlarni qayerga ketayotganini isbotlash kerak. Chunki uni ham majburiyati. Shunda holatda unga vashi deyarli qizig'i yo'qda. Ko'p holatda ishlamagan joylarimizdan ham soliq to'langan chiqib kelgan holatlari bo'lgan. ID karta bo'lsa bo'ldi, mana mashinaga pul to'layapman deb bemalol naq qoradi. U isbotlash shart emas. Sizga pul o'tkazganmi, yo'qmi? Immigratsiya ularni tekshirmaydi ham-da. Shuning uchun o'shancha ID kartani berayotganda ehtiyot qilish kerak. Ehtiyot qilish kerak. Demak, yoki work permission olib ishlash kerak. Men baytiga to'ldirib ketaman. Endi baytiga to'ldirib ketaman. Har bitta ishga kirishdan oldin shu boshliq bilan kelishib olish kerak. Men studentman. Soliq to'lamaysanmi? Meni ID kartalarimga registratsiya qilmaysanmi soliq deb turib kelish kerak. Agar qaysi kompaniyalar majbur bo'ladi to'lashga, to'lashim kerak, ishlata olaman deydi. U narsalar ko'pchilik so'ramasdan turib oladi, keyin oxirida pulni olishga kelganda o'sha paytda problema bo'lishadi. O'shaning uchun masalan men ishga kirishdan oldin yoki qayerga ishga topshiradigan bo'lsam, oldindan so'rayman. Soliqqa registratsiya qilasanmi? Men studentman. Agar xohlasang, 2-3 kun kuta olsang, men ruxsatnomani olib kelib turib, keyin ishlashim mumkin deb aytaman. Yoki ko'pchilik aytadi, ishchi ko'p ishlaydigan joylarda aytadiki, "Seni qilmasam ham bo'laveradi. Sen shart emasdan, chunki ko'p soliq to'layapman men. Ishlaver shunday kerak." deyishi mumkin. Lekin mana shu holat ham case by case deb o'ylayman. bitta gapni aytib ketay, o'sha paytda naq pul olinglar. To'g'ri, eng muhimi. Endi aytaylik, hamma koreyslar bu narsaga ko'nmasligi mumkin-da. O'shani hisobiga o'zaro suhbat davomida mana shu holatda bo'lish ehtimolligini hisobini olib so'ranglar. Chunki ba'zi odam haligi dagar bo'ladi-da. Nimaga sen menga noqonuniy yo'lda aytyapsan deb na prinsip qilishi ham mumkin. Shu tomonini endi odamning o'zini haligisiga bog'liq. Nima? Intelligensiga suhbat davomida. Xo'p, meni maslahatim ham shu, bir xil. Work permission olinglar va ID kartani work permissionsiz ishlayotgan joyga umuman bermanglar. Bir xil shular bilan. Men maslahat qavarsangiz beraymi? Birinchi kelgan talabalar iloji yo'q 6 oygacha ishlash kerak. Chunki hammani moliyaviy salohiyati bir xil bo'lmaydi. Chunki iloji yo'q ishlaydi. Ishlayotgan paytda hech qachon ID kartalaringizni hech kimga bermanglar. Registratsiya qilaman desa ham ruxsat bermanglar. 6 oydan keyin agar keyinchalik o'ylab boshqa joyda ishlayman, ofislarda ishlayman demoqchi bo'lsalaring, ruxsatnoma olib turib ishlagan yaxshi. Masalan, bakalavrdagi 20 soatdan oshiq ishlamaydimi? Ishlay olmaydimi? O'sha 20 soatga registratsiya qilinglar. Churuklikdan o'sha Emergationdan
ruxsatnoma olib turib, qolganini keyin naqd pulda olsalaring bo'ladi. Shunaqa qilib ishlagan yaxshi. Keyinchalik hali viza cho'zayotganda bankshot so'rayotganda ham, masalan, bankshot qo'yish shart emas. Yoki qanchadir o'sha ishlayotgan summasidan masalan 6 oy yoki 1 yilga cho'zgandan keyin 1 yil ichida masalan 5 million topadigan bo'lsalar, qolgan 5 millionni qo'yib olib borsalaring, vizalaring bez отказ cho'zib beradi. Agar registratsiya qilmasdan bankshot qo'yib olib boradigan bo'lsalaring, keyinchalik bu pulni qayda olding yoki qayerdan kirib keldi deb turib muammo ham qilish mumkin viza cho'zishlarda. Shunga alohida e'tibor berib, iloji boricha baribir soliq to'lab ishlagan yaxshi. Keyinchalik kelajakda o'ylaydigan bo'lsa. Yana bitta joyi bor mana shu yerda. Agar qonuniy ishlayotgan bo'lsa, naborot to'langan soliqdan qanchadir qismini qaytarib olsa ham bo'ladi har oy may oyida. Ya'ni tax report qilib, o'sha tax reportdan aytaylik siz har oyda 3 dan to'lab borayotsangiz, balkim ko'p to'layotgan bo'lishingiz mumkin-da. Aytaylik 300, 400, 500 minggacha o'sha student ham qaytarib olsa bo'ladi. Faqatgina qonuniy ishlash kerak. Hop. Senda bo'lgan narsa bor-ku, shu haqida so'ramoqchi edim. Bu ham maslahat sifatida berib ketish mumkin. Ish beruvchidagi red flaglar. Sen ko'proq aldanib qolgansan, part time ishlayotgan paytingda 2 marta aldanib qolganmisan? Birinchisi o'shani qochib ketgan boshliq. Qochib ketgan, u red flag deb u yerdagi koreyslarda o'zi ham bilmaganda bu narsani. Chunki endi biz ishlayotgan vaqtimizda o'zi orada nimadirlar bo'lgan ekan, u boshlig'i bilan birga aytdi. Bu narsa haqida oldingi podkastlarimizda gaplashdik. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastga link qoldiramiz, shu podkastimizni ko'ringlar. Endi keyin bitta o'zbek bilan ishlaganda ham aldab ketgan u. Ha, u o'zbek aldab ketmagan, u o'zbek pulini bermagan. O'sha aldab ketishgan. Ha, ya'ni shunchaki bermadi, bo'pti o'tkazib yuboraman degan, shu bilan kelganman, yo'q pul. Kattasi 600 yoki 700 ming atrofida 2019. O'zbekda qo'lda ishlaganmiz. Ha. Registratsiya qilib ruxsatnoma olib ishlaganmiz. O'shancha ola olmagan pulingizni. Ko'rdingizmi? Shu Yo'q. aytida ham bor. Yo'q. Registratsiya qilmasdan ham ishlasa, Nodonguda olsa bo'ladi. Yo'q, olsa bo'ladi. Qanchadir haligi qo'rqmasdan borishga, masalan, ko'pchilik qo'y 500 ming, 600 mingga yugurib yuramanmi demaydi-da. Masalan, shunday registratsiya qiladi. O'sha paytda nima deydi, ishlar chiqib qolgandi. Farhod akaga telefon qilganman, aka. Mana shunaqa muammo bo'lyapti desam, uka qo'yavering, ishlar ko'payib ketdi. Ishlab chiqara olasiz degan o'sha paytda kelgan, umuman o'ylamaganman. 400 ming, 500 ming masalan 3-4 kun ishlab turib, borgingiz kelmaydi-da. Vaqt ketdi, 2 marta yurishingiz kerak. U berilma desa sudga oshiradi. Uni orqasidan yurishga qo'y deyiladi. Demak, Koreyada agar aldanib qolsa, bir normalniy birpasda olib beradigan mexanizm yo'q. Xo'p, mana shuni aytib ketay men. Men work permission bilan ishlaganman o'sha restoranda, haligi egasi qochib ketganda 2 million 700 ming, 2 million 800 mingcha pulimiz qolib ketgandi o'sha paytda. Lekin olish oson bo'lmagan, 10 oyda olganmiz. Ancha. Lekin 10 oyda olganmiz. O'sha hamma ishlagan soatlarimizni hammasini kiritib turib, bitta akaga topshirganmiz. O'sha akani ishlaydigan firmasi shu ish bilan shug'ullanib aytganki, shu men kech o'rgandim bu puldan. Ha, bo'ldi. 1-2 marta gaplashganimda, uka bo'lyapti degan kech o'rganman. Lekin 10 oydan keyin uka sudga kelinglar dedi. Qatnashdik. Undan keyin tashlab berdi. Okay. Qanchadir ushlab qolganmi? 30% olgan. Yo'q yerda. Baribir Olingan ekan. tushunarli. Birinchi full time ishni qanday topgansiz? Qisqacha. Full time ish birinchisi job career orqali topganman. Misol uchun job career orqali shu rezyumeni tayyorlab, ko'p joyga rezyum tashlaganman. Bittasi intervyuga chaqirgan. Shu borganman shu. Endi bu keyingi savolimga ulanib ketadi-da. Nechta joyga topshirgansiz, nechta joydan rad javobini olgansiz? Rad javobini olganim sanoqli yo'q to'g'risi. Birinchisi. Haqiqatdan. Ko'p, eslamayman. Bu yillar oldingi, misol uchun bundan bir 6 yil oldingi bo'layotgan, problem 2019-yilda ish topgan bo'lsam, 2019-yillarda gaz. Mana shu vaqt ishlaganman. Endi u mahal rosa ko'p topshirganman. Coexga borganman, job haligi bo'lardi. O'sha borib, aydan rezyumlarni olib qo'ygan, aydan 2 oylardan keyin rejection kelgan, veb-saytlardan Job Korea, Saramen degan veb-saytlardan topshirganman. Lekin Job Koreani topshirganimda kelgan offer, intervyuga chaqirishgan. Offer emas bu, intervyuga chaqirishgan xolos. Birinchisida. Birinchi bosqich intervyuga chaqirishgan, intervyudan keyin o'zimiz yo'lab qilamiz deyishgan. Ya'ni aloqaga chiqamiz.
lekin aloqaga chiqaverganman o'zim. Misol qilayotgan ishlarni topshirganman, mana qildim, mana bo'lyapti. Endi mana shu narsa haqida so'ramoqchi edim. Birinchi ish topishda eng muhim narsalardan bittasi hech kim qilmayotgan bitta ekstra step qilib qo'yish. Mana hozir aytyapsan-ku. Javob kelmagan, lekin sen ekstra step qilyapsan, qilgan ishlaringni jo'nataveryapsan. Qiziqishingni ko'rsatyapsan. Ishlarni jo'nataverganman. Misol uchun fonni men u kompaniyani e-commerce da ishlagan bo'lsam, kompaniya platformasi bo'lgan, platformasini fonni ko'rib chiqib, qaytini rivojlantirsa bor, qanaqa ishi bor, qanaqa narsasi bor, men feedbackini beraverganman. Keyin iloji yo'q, keyin ishga olganda bo'lgan. Sen qo'ymas ekansan. Men tekinga bo'lsa ham ishlayveraman, menga faqat experience bo'lsa bo'ldi deganman, chunki qayerga borsam experience'ingiz bormi deganda, yangi studentdan bitirayotgan studentdan experience talab qilish 2 yillik, 3 yillik experience talab qilyapti. Men bitta zo'r keysni bilaman. Ilgari ham gaplashgan bo'lishimiz mumkin bu haqda, lekin zo'r keys bu ham injenerlikga bog'liq emas bu. Bitta tanishimni tanishi Busan Tehakkyoda o'qirdi, koreys tilida o'qigan, lekin uni sohasi bo'yicha Busanda ish ko'p emas ekan. Hamma ofislar Koreyaning Seulda joylashgan ekan. U Busanda o'qiydi. Ishlarga topshirsa Busanda chiqmabdi. Keyin Seulga ham topshirib qo'ygan ekan. Sirazi ertaga intervyuga kela olasizmi deb chaqirib qoldi. Keyin ertasiga intervyuga Busandan Seulga kelibdi. Seulga kelgan ekan, intervyudan o'tolmadingiz deb qaytarib yuboribdi. Keyin Seulda yana o'sha intervyuga qilib turib, o'zini ishlarini topshirish uchun yana kelib, Busandan Seulga qatnabdi necha martalab. Qaydan kelyapsiz? Busandan kelyapman deb o'sha ekstra step qilgani uchun ishlarni ko'rib, hamma CEO bilan gaplashib ko'ribdi. CEO bilan gaplashgan ekan, CEO ga juda yoqib qoldi. Hozir Instagramda o'sha odamni ko'rsam, ishga kirganiga 2 oy bo'ldi. Dunyo bo'ylab kezib yuribdi hozir. Sirazi mana CEO ga yoqib qolgani uchun overseas, ya'ni chet el bilan ishlash anaqa bo'limini qanaqadir terisimi nimasidir bo'lgan. Yaxshi kadr bo'lib, mana masalan o'sha boshida rekruterlarga, ish beruvchilarga yoqmagan bo'lsa ham, lekin potensiali bo'lgan-da, o'sha narsani ko'rsata olgan. Potensial borligini ko'rsata olish juda katta qadam-da. Endi sizda birinchi ish qanday bo'lgan? Hozir mana shu mavzuga bog'liqda menda ham, chunki birinchi ish internship bo'lgan, ikkinchisi ham internship bo'lgan, shu 2019-yil mana shu vaqtlarida shu Arbeitda edik. Adashmasam, menga CEO telefon qilib o'tdingiz degan. Arbeitda ishlayapmiz. Gangnamda adashmasam. Kim ish qilyapti dedingiz? Bilmayman, tozalovmidi yoki shunga o'xshagan narsa edi. Oldinda ikkita ajrashuv turganda, haliga tanimayman-da. CEO telefon qilib o'tdingiz, qachondan boshla olasiz? 25-26-dekabrdan desa, haligilarga maqtanibman-da. Ajrashlarga travmaga yo'qolmaydi. Yo'q. Keyin birinchisi o'sha mana onlayn gul sotish va kechqurun yetkazib berish startapida internship bo'lgan. Ya'ni undan keyingisi ham ular qisqa bo'lgan, 2,5 oy, 3 oy bo'lib, keyin undan keyin yana bitta outsourcingga trading bilanmi nimadir bilan shug'ullanadigan kompaniyaga ishga kirganman, lekin juda qiynalganman o'shasida. Lekin asosiy ishim xuddi sen aytganingdek CEO juda ko'p aytadi-da, seni degan bilimingga qarab olmadik degan. Seni qandaydir issig'ing bor ekan, seni odamgarchiligingga qarab oldik dedi o'sha. Men ko'p gaplashardim o'shanda. O'qib narsa qilib olaverasan, deydi, rivojlantirib olaverasan degan. O'sha mening ishim mana shu orqali xuddi biz ham Job Korea, Saramin shundan topshiraverardim. Kuniga 50 ta, 60 ta, 100 tagacha ham topshiraverardim. Endi qaysi platformadan ish topgansiz? Job Korea yoki Saramin? Yo Saramin yo adashmasam Job Korea, chunki birinchi topgan ishimga haligi my favorite qilib qo'yganman. Yurakchani bosib qo'yganman. O'shani hisobiga har doim yangi position qo'shiladi. Shunga eng birinchi bo'lib menga notification keladi. Xo'p, sizda shunaqa vaziyatlar bo'lgan ekan, Sirajdinbek. Kimxon, sizda qanaqa bo'lgan, misol uchun ish topish, boshida qanaqa rezumelar qilgansiz, qanaqa kechinmalar bo'lgan ish topishda? Birinchi full time ish topishda menda unchalik qiyinchilik bo'lmagan, to'g'risi. Ko'p joyga topshirmaganman, hayron qolarli darajada. Men 100 ta joylarga topshirganman deyapsizlar-ku.
Men ikkita joyga topshirganman. Joy, yuzta joylarga topshirmaganmiz. Men topshirgan. Ikkita joyga topshirganman. Birinchi ishim topishdi. Birinchisida umuman javob kelmagan, hech narsa bo'lmagan. Ikkinchisida javob kelganda endi men ham ekstra step qilganman. O'shaga ekstra step nimada bo'lgan? Men ham borib aytganmanki, menga вообще bo'ldi qiziq yo'q deganman. That's not actually good. Yo'q, birinchisi-yu bu. Ekstra step startaplarda kamroq pul berib, ko'proq ishlaydigan odam yaxshiroq-da. To'g'risi, masalan, menga ish kerak deb turib, experience bo'lmagan odam sal pastroq tushsa ham yaxshi bo'lardi deb o'ylaganman-da endi. Endi o'sha paytda. Shunday deb turib deganimdan keyin yo'q, pul beramiz degan. Lekin work permit bilan ishlash degan. Student edim u paytda. Internship qilmaganman, masalan, student edim, full time ishlamoqchi bo'lganman, student bo'lib. Haftasiga 5 kun. Chunki remote ishlasa ham bo'lardi. Borib, intervyulardan o'tib, qilgan ishlarimni ko'rsatganimdan keyin bo'ldi, ishga olaveramiz degan. Undan keyin o'zim bilan yana bir ikkita boshqa o'zbeklar tortganman shu joyga. Umid ishlagan men bilan. Umid ham menimcha birinchi ishi bo'lsa kerak o'sha edi. Keyin shu ishda ish davom ettirib ketganmiz. O'sha paytda to'g'risi ish topish osonroq edi. Oddiy React degan narsani bilish ish topishga yordam beraveradi. Oddiy front-end injener bo'lish. Hozir front-end injener bo'lib birinchi ish topish qiyin bo'lib ketgan. Hozircha aniqini bilmadim, to'g'risi. O'sha paytda rezyumega ham unchalik katta e'tibor bermaganmiz. Ish ko'p bo'lgan menimcha qanaqadir. Balki o'sha paytda bir imkoniyat menimcha ancha yaxshi bo'lgan. Ish keyin balki haligi mana bu onlayn platformalarni ham haligi nima deydi, rivojlantirishda qanaqadir bosqichda bo'lganda endi o'sha paytda o'shaning uchun ishchi kerak bo'lgan. Davomli. Endi u payt rivojlanayotgan payt bo'lsa kerak, endi o'sib kelayotgan, IT ga ko'p e'tibor beradigan payt bo'lgan bo'lsa kerak. Endi demak, sen student paytda ish topgansan. Yes. Ofislarda. Demak, hozirgi studentlar ham ofislarda ishlasa bo'ladi. Ish topsa bo'ladi. Hozir naborot yaxshi-ku. Men ham internship topganman-da. Student paytlarda bu zo'r ma'lumot. Keyin demak, mana shu joyda yana bitta narsa, internship, ya'ni agar student universitetda internship qilmoqchi bo'lsa, universitet pul ham to'lab beradi. Ham kreditini yopa oladi. Mana shu tomonlariga ham e'tibor berish kerak. Zo'r ma'lumot bu. To'g'ri. Endi sen demak ikkita joyga ishga topshirgansan va o'sha ikkilasidan rad javob olmagansan. Bunda haligi bo'lganda, nima deydi, mana universitetda kompyuter rejimi qanaqa edi? Haligi kompyuter qanaqa proyekt qilingan-ku. To'g'risi, meni bitta universitetda qilgan yaxshi ishlarimdan bittasi bu universitetda har xil dasturlash qanaqa soha bo'lsa ham team projectlar bo'ladi-yu. Team projectlarda teamda o'zim qilaverardim, boshqalardan so'ramasdan. Ular ko'pchilik chet ellik studentlar bo'lgani uchun ular uncha e'tibor bermasdi-da, men o'zim qilaverardim o'sha narsani. Yoki individual project bo'lsa ham haligi chin yurakdan qilib turib rezyumega qo'shib qo'yardim. Shu rezyumem o'shanda to'liq bo'lib qolgan shu paytda, sirazi. Endi rezyume savoliga to'liq o'tamiz. Masalan, rezyume to'ldirishda, ishga topshirayotganda qaysi jihatlariga e'tibor berish kerak? Tajribalardan kelib chiqqan holda javob bersalaring. Bu bizning kuzatuvchilarga ancha ma'lumot bo'ladi. Rezyume bo'yicha tajriba yo'q menda. Rezyume bo'yicha Mana rezyume bo'yicha kuchli odam bor. Front-endda shuncha oylar. 38 ta rezyuming bor seni. rezyume endi har bitta kompaniyaga alohida rezyume tayyorlanadi. General websayting ham bor, rezyume websayt. Misol uchun, Nimaga har bitta kompaniyaga adden rezyume qilish kerak? chunki har bitta kompaniya require qiladigan narsalari har xil bo'ladi-da. Misol uchun qaysi kompaniya qaysi tekni require qilishi mumkin yoki qaysi domainda ishlashi. Misol uchun e-commerce experience tajribang bo'lsa, qaysi kompaniya e-commerce-ga aloqador texnologiyalar yoki shunga aloqador ideyalar bo'lishini so'rashi mumkin. Qaysi kompaniya AI sohasi, qaysi kompaniya boshqa servislar. O'shaning uchun har bittasi, men endi ko'pincha menga headhunterlar aloqaga chiqqanda o'zini formati bo'lardi-da. O'zi Word formatda bo'ladi. Tashlaydi, shuni fill up qilib to'ldirib bering deydi. Shuni to'ldirib jo'natganman. Yoki o'sha qaysi bir veb-sayt so'raydi, qaysi bir presentation stilda tayyorlang derdi.
Shunaqa holatlar ko'pincha bo'lardi. Hamma Gapingiz- kompaniyaga har xil rezyum qilish kerak. Nimagaki ular har xil narsa talab qilishi mumkin deyapsiz-da. Yes. Qilish kerak emas, yes. Gapiringchi. Ha. Misol har xil stack talab qiladigan bo'lsa-chi. Unda qanday bo'ladi? Har xil stack talab qiladigan bo'lsa, o'sha stackingizni kuchliroq qilib ko'rsatasiz, xolos. O'sha O'sha qismi, ular misol ishlatayotgan uchun- stackni Hmm. kuchliroq, meni mana shu tomonim kuchliroq deb highlight qilib ketasiz. Mana misol men webda qilgan proyektlarni web sohasiga topshirsam deylik, webda qilgan proyektlarni ko'proq ko'rsatyapsiz-da. Mobil sohasida topshirgan bo'lsa, mobil sohasida qilingan proyektlarni ko'proq ko'rsatasiz. Demak, Lekin haligi diversify deydimi, inglizchasiga kengroq qilishingiz kerak. Bitta domain emas, bitta misol uchun bizda shunaqa holatlar bo'lyapti, ishchi qidiryapmiz-da. Ko'p ishchilar mana Flutter sohasiga qilyapmiz, lekin biz undan ham ko'proqni xohlayapmiz. Ya'ni bizda web sohasi bo'lsa, webda ham ishlalsa degan. Resume React qidiryapmiz, TypeScript, JavaScript, shunga o'xshagan narsalarni qidiryapmiz. Ya'ni o'shaning uchun har bittasiga alohida tayyorlasangiz ko'proq kirishingiz ehtimoli Sen- va intervyuga endi chaqirilish meni- ehtimoli aniqroq. Sening fikringcha rezyumeni общий boshqadan tayyorlamaysiz-da, qaysidir kompaniyani o'sha talablarga javob berish uchun o'sha qisqa joylarni highlight qilib, o'zgartirib, o'zingiz kuchliroq tomonini ko'rsatib topshirasiz demoqchisiz. Preferred haligi ba'zi kompaniyalar aytadi, biz manaqa tek bo'lsa preferred yana nima desa bo'ladi o'shani o'zbekchasiga. Ude sam deydi-yu. O'zbekchasiga. ha. Haligi bir Yaxshi, Asosiy- mana shu asosiy steklar bo'lsa ham yaxshi. bonus. Bonus. Main Plus point. Yes. Bonus. mana shu xislatlaringiz bo'lsa birinchiroq sizni olaman. Good to have degan Ha. so'rasa. Lekin mana shu joyda bitta haligi hidden haligi narsalar ham bo'ladi, yashirin. Ya'ni u ming zo'r odam bo'l yo ming zo'r rezyume qil. Bu yerda inson interaksioni ham aralashadi-da. Chunki biz o'zimiz shu hiring protsessidan o'tdik. Rezyumelar zo'r. Shu Timjon reject qilyapti. Endi rezyume zo'rligini siz baho bermaysiz-ku, ular baho beradi-ku. O'shaning uchun aytyapman-da. Endi Ular o'zlari talab qilgan hamma narsa bor. intervyuga chaqirganmisizlar? Intervyuga chaqirmasa reject qilganmisizlar? Yes. Endi sizdan ko'ra yaxshiroq topshirgan bo'lishi mumkin-da. Rezyumesi yaxshiroq yoki tajribasi ko'proq. Yo'q, men o'shani aytmoqchiman-da. Ya'ni agar o'sha joyda ishlayotgan odamlardan kuchliroq bo'lganini ham Yeah, bo'ladigan bo'lsa, Reject reject qilishi mumkin. Demak, siz topshiradi, qanchalik muddat qo'yib, ularning ichida O'ta eng kuchli kuchlisini ketmaslik oladi. Men Yo, o'ta kuchli bo'lib ketmaslik kerak. chunki misol o'sha joydagi ishlayotgan odamlar balkim o'zini pozitsiyasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqishi mumkin-da. kam uchraydigan narsa-yu bu. Lekin o'shanda ham agar misol hamma kim o'ziga ishonsa, men zo'r edim yoki ko'p joy qabul qilyapti, nimaga bu yerlar qabul qilmayapti desa, shu tomonini o'ylab qo'yilsa xotirjam bo'ladi. Ya'ni rezyum yoki bilimda kamchilik yo'q. O'rtadagi inson omilida bo'ladi ko'pincha. Unda menimcha ular kam holatlarda bo'lsa kerak. Masalan, katta kompaniyalarga topshirmoqchi bo'lsa yoki startapga topshirmoqchi bo'lsa, kuchliroq olsa kerak baribir. Siz aytgan kompaniyalar haligi o'zini torta olmay. Sen aytayotgan katta kompaniyada endi team liderlarni hire qilmaydi-da, HRlar hire qiladi-da. Meni tushunishim bo'yicha HRlar hire qiladi. Ba'zi holatlarda o'sha HRlar ham ko'rib turib Ikkita filtr bor-da. Mumkin ekan. Ikkita filtr bor. Birinchisi HR dan o'tadi, keyingi filtr team leaderdan o'tadi. Sen HRdan o'tadigan filtr endi ungacha yetib boradigan yetib bormaydi deyapti Sirojiddin. Tushunsan? Hozir payda bitta savol bor-da. HR nima rol o'ynaydi? Human resource. Sababi HR katta rol o'ynaydi. o'ynaydi. Chunki Koreyada HR ni, ya'ni human resources odamlarni hire qiladigan, fire qiladigan department juda bunaqa muhim departmentda. Sababi Koreyada hiring ham, firing ham juda qimmat narsa. Hiringni qimmat bo'lishi, firingni qiyinligi. Endi bu Ishdan chiqarib yuborish. Shuning uchun HR juda muhim. Xo'p. HR ni muhimligi sababli HR ni oldindan o'sha kompaniyani sohasiga, texnologiyasini yaxshi biladigan odamlar olishadi. Xo'p, endi mana shu Shuning joyda uchun- yana bitta savol. Mana shu joyda savol, chunki yaqinda o'sha R&D head ozgina complain qildi mana shu narsada.
aytyaptiki, biz xohlayotgan kandidatlarni ham HR o'tkazmayapti ba'zida deyapti-da. Shu o'sha ular xohlayotganligini tushunmayotganda. Yeah, that's the problem actually. Problem Nimaga? ko'ryapsanmi? Ya'ni meni tushunishim bo'yicha HR shunchaki kandidatni topib R&D'ga yoki buni development teamga o'tkazib yuborish kerak deb o'ylayman. Yo'q. Sababi bor-da. Aha. R&D'dagilarni vaqti kamda. Ularning vaqti odamlarni rezyumesini ko'rib chiqqandan ko'ra hamma odamlarni bag'da R&D qilgani yaxshiroqda. Tushunmadim. R&D qilishi. Chunki bitta rezyumeni ko'rib chiqish uchun 1 soat, 2 soat vaqt sarflaydi odam. Bag'da 100 ta odam kelsa 100 soat vaqt sarflayapsiz-da, tushunyapsizmi? Qaysinga? Rezyumeni ko'rib Ha, chiqish. endi misol uchun proper candidate bo'lishi mumkin potensiali bor odam HR dan o'ta olmasligi xato emasmi? Xato. Buni men xato emas deyotganim yo'q. Sen aytayotgan narsa ham hammasi bu tomonga o'tib ketishi ham xato. Chunki HR da qiladigan ishi shu. Shu eng mos kandidatlarni mana deb turib 3-4 tasini berish bu HR da ishi. Demak, HR da shu developmentga oid qanaqadir bilimlarni bo'lishi ham juda muhim ekan. Shuning uchun aytyapman, HR muhim. Endi hozir ko'p kompaniyalar, katta kompaniyalar manually select qilmaydi-da. Misol manually select qilmaydi. O'sha o'zini tooli bor. U endi birinchi filtrda u. Endi o'sha birinchi filtrdan o'tgandan keyin intervyuga chaqiradi ko'plar. HR bilan intervyuga chaqiradi. Yeah, that's the first step. O'zi asli u birinchi stepga yetib borolmaydiganlar ancha. Misol oddiy bir tooldagi, chunki tool keylarni qidiradi-ku bular rezyumda. Men ham shunaqa eshitdim. Keylarni qidiradi. Endi Keylarni bunga qidirgandan bitta- keyin misol kompaniya required qilingan narsalar bilan keylarni qidirib solishtiradimi? Solishtirgandan keyin kimdir rezyumlarda bilimi zo'r bo'lsa, lekin rezyum tayyorlashni bilmaydi. U drop bo'ladimi? Yo'q, Endi shuning uchun baribir- rezyume tayyorlash muhim. Ya, endi sen aytayotgan narsa copy chat bo'ladi-da endi. Coffee time bo'ladi. Oddiy misol 30 minutlik qanchadir minutlik narsa bo'ladi. Intervyu suhbat bo'ladi xolos-da. Bu asosiy narsa emas-da. Bu уже undan o'ta olasan degani. Bu o'tishing bu уже 80-90% da. O'zi asli bu narsalardan o'tish. Chunki seni nimangni so'raydi? Ishga boryapsizmi deydi. Ishga nimasidan sababdan chiqib ketmoqchisiz deydi. So'raydigan narsasi. Keyin intervyuga qachon vaqtingiz bor? Mana intervyu qilamiz. Vaqtingiz bormi? Shu hafta yoki keyingi hafta. Asosiy shu narsalarni bilish uchun. Yo'q, deb meni o'ylayman. shaxsiy fikrim HR bilan intervyu qilish ham muhim. HR men ko'p qilganimda HR bilan intervyu Emas qilsam demoqchi emasman. O'tish darajasi Oson emas. yuqori demoqchiman. okey. O'tish Har darajasi xil. chunki Sen osonroq kechgan ekan. first impressionni baribir Endi HR first impressionni qo'lda qilolmaysiz-ku baribir. first impressionni beradi baribir. Menda hozir Sizda qanaqa bo'lgan? Masalan, biz ichimizda eng ko'p tajriba egaroq san Rezyume tayyorlashda haqiqatan ham rezyume tayyorlashda Ko'rmayman-ku. asosiysi haqiqatan ham topshirayotgan ish uchun alohida rezyume qilish to'g'ri. Bunga 100% qo'shilaman. Endi qo'shimcha qilishim mumkin bo'lgan tomonlari rezyume qilishda odam o'zi sevgan ishlarga topshirish kerak-da. Masalan, bu mayli boshida tanlash imkoniyati kamroq bo'lishi mumkin. Lekin masalan, sen mobil dasturlashga qiziqasan-da, bag'da AIga topshirmaslik kerak-da. Bu yiqilishing aniq-da, chunki rezyumingda AIga nisbatan qo'shadigan narsang yo'q-da seni. Endi men hamma ishlarga 100% topshirib olmaslik tarafdoriman. Qarab, o'zingga yoqadigan ishlar ham ko'p o'zi. Shu o'zingda skilllaringga mos keladigan, asosiysi o'zingga yoqadigan produkt bo'lish kerak. Ya'ni ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar senga yoqadigan bo'lish kerak. Masalan, shu tomonlari bor. Endi rezyume tayyorlashda yana bitta asosiy narsalardan bittasi bu networking. Rezyumedan ham ko'proq ishlaydigan narsa birinchi ish topishda bu networking. Masalan, men nechta odam bilan birga ishlagan bo'lsam, birga ishga olib kirgan bo'lsam, ularning hammasi birinchi ishi bo'lgan. Ular rezyumesi zo'r bo'lgani uchun emas. Men ularni bilganim uchun. Yaxshi ishlaydi bular. Rezyumesini so'ramaganman ham to'g'risi. Mana shular decent odamlar. O'rgatsam o'rganib ketadi. Kompaniyada yaxshi asset bo'ladi, ishonchli odamlar va yaxshi universitetda yaxshi o'qiydiganlar deb
anaqa qilganmiz, to'g'ri. Menimcha hamma ishga kirishsa baribir networking muhim deb o'ylayman. Birinchi ishga kirishda networking juda muhim. Masalan, ko'p men ham eshitganman, Samsungda ishlaydiganlar, boshqa ishlaydiganlar, masalan uchun ko'pchilik networking qilib turib, karslar ishga tortib ketganlarini eshitganman. Shuning Eng muhimi o'shanga yoshlarga birinchi o'rinda hech qachon berk bo'lmash kerak. Networking qilib, ko'pchilik bilan chiqishib, ayniqsa tajribasi ko'plar bilan, ko'p yashab o'tganlar bilan networking qilib, menimcha ishga topshirish yaxshi. Tajribasi borlar bilan gaplashib turib, ishga topshirgan yaxshi. Ko'r-ko'rona o'zini hali fikrlashdan. Endi tajribasi borlar ham sirazi qilmaydi. Uni tajribasi borlarning oldida o'zini ko'rsatish ham kerak-da. O'zini ko'rsatish qanaqa? O'sha networkingda. Masalan, kelib emas. turib senga buni o'rgating demaysan. Yoziladi, boshqa qiladi, kofega taklif qilinadi. Boshqa qilib turib sekin-sekin chiqishiladi. Masalan, o'z-o'zi ochmaydi-ku. Shunga bitta qo'shimcha qilib gapiradigan bo'lsam, bitta kompaniyada tanishing ishlayapti. Ya'ni zo'r ishlaysan kompaniyada. Agar zo'r ishlasang, o'sha tanish bilan yaxshi kommunikatsiya qilsang, ertaga o'sha tanish seni zo'r ishlaganing uchun keyingi ishga chaqirish mumkin-da. Bu seni kommunikatsiya qilganing uchun emas-da. Yaxshi ishlaganing uchun deb chaqirish mumkin. No, I don't think so. Mana shu joyga. Nimaga? Soft skills meni nazarimda eng asosiy qurol deb o'ylayman. Bilimni o'rgatsang, nima deydi? Bemalol o'sha birga ishlaydigan odam yoki qanaqadir endi boshlayotgan odam o'rganib olsa bo'ladi. Nimagaki soft skills yaxshi bo'lgan odam o'rganishi ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni yaxshi gapirgan, o'zini ishiga mas'uliyatli bo'lgan odam baribir nima o'rgatsang, qanday yo'lga solib qo'ysang, oson o'rganadi. Birinchi o'rinda mas'uliyat. Mas'uliyat. O'zini ishiga mas'uliyat. Agar soft skills yomon bo'ladigan bo'lsa, u ming zo'r ishlagani bilan u ertaga hozir problema. Men hozir Tohirjonni gapiga tushunmayapman. Masalan, odamni bitta kompaniyada ishlayapsiz. Mana men o'zimdan misol qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi holatimda bitta ishchi chiqib ketyapti. Chiqib ketyapti, menga aytayaptiki, Justin deyapti, mana shu seni uying tomonda bitta ishga o'tyapman deyapti. Mana shu ish boshlayman deyapti, seni uying yaqin deyapti. Agar o'sha yerda front-endga deb job chiqsa, seni dedi refer qilsam bo'ladimi deyapti. Menga aytayapti. Men bo'ladi dedi, naborot uyimga yaqin ekan, yaxshi bo'lardi dedi. Chunki meni uyimga yaqin. Chunki o'sha bilib turibdi qanaqa ishlaganimni, tajribam qanaqa effekt beryapman, qanaqa value olib kiryapman. Chunki ertaga seni skilling bo'lmasa, ming soft kommunikatsiya va ish udor bo'lgani bilan ham ertaga communication bilan yashamaysan-da kompaniyada. Yo'q, communication Yo'q, degani. endi men kommunikatsiyasi bo'lmas kerak degan ma'noda aytganim yo'q. Va shuningdek, ertaga bir kishini ishga olib kelyapsanmi, unga sen javobgar bo'lasan-da, mas'uliyatli bo'lasan. Ertaga seni sharmanda qilib qo'ymasligi kerak-da. Yo'q. Sen aytayotgan Lekin menda zo'r qo'shadigan narsa bor. Kommunikatsiya, o'sha networking. Bitta networking o'zi nima bo'pti? Mana senga savol. Networking nima bo'pti? Masalan, networking kimdir bilan chiqishib, gaplashib yoki o'zingni ko'rsatish networking deb o'ylayman. Mana misol uchun networking bu example beraman mana. Misol uchun bu birinchi ishga kirganda, bu birinchi ishga kirgan networkingimiz, do'stligimiz udor bo'lgan. Nimaga misol uchun bu birinchi ishga kirgan joyga bizni refer qilmagan deb o'ylaysan? Chunki bizda tajriba bo'lmagan. Chunki buni bo'ynidagi narsada networkingni u example taklif qilgan bolalar tajriba bo'lgan, bu ham aytayapti, tajriba bo'lmagan deyapti. Tortib ketgan, boshqa qiladi deb ishongan. Senlarga ishonmaganda bu. Yo'q, to'g'risini aytay. Bitta gap. Men shaxsan hozir prosta xafa bo'ladigan joyi yo'q edi. Hozir masalan bemalol refer qilaveraman. Hozir sizlarga. Lekin o'sha paytda nima uchun refer qilmaganman? Masalan, qayda ishlagan bo'lsam ham birinchi ishga kirganimda Umidni refer qilganman. Chunki buni gapi to'g'ri, bu Umidni o'sha biz ishlatayotgan stackda o'zini individual qilgan bo'lsa ham proyektlari borligini bilardim. Bu skill bo'ladi. Bu skill bu. Bu communication muhim o'ta. Yo'q, mana. Ya'ni men uni communication ham muhim. Communication muhim emas demoqchi emasman. Prosta bitta communicationga bog'liq emas. Bog'liq emas. Asosiy bog'liq joyi eplab keta olish. Ya'ni shunga ishonishim kerak. Sen Umidni u proyekt qilganlarini qaydan bilgansan? Sen networking qilib, u bilan gaplashib yoki qilgan gaplarini bilgansan. Okay. Mana shu network. Berk yurib networking qilmasdan proyektlarni qilaversan, lekin o'sha tajribasi insonlar yoki kuchlilar bilan meni taniganim uchun shunaqa shu. Bo'ldi. Shuni demoqchiman. Videoyimizni, podkastimizni shu yerga kelganlaringiz uchun katta rahmat. Eng zo'r ma'lumotni bermoqchiman bu podkastimizdagi. Men Kupangda ishlayman. Kupangda yaqinda zo'r imkoniyat ochildi. Bu
to'g'ri birinchi ishga topshirayotganlar uchun emas, lekin Kupangda Tech Infra jamoasida yaqinda VP bilan gaplashdim. Aytdiki, sen podkast qilyapsan ekan, mana shu podkastingga mana shuni aytib ket. O'zbeklarda ham zo'r dasturchilar bor deb aytdi. Shuni aytmoqchiman. Kimdir Tech Infra, ya'ni Tech Infrada DevOps yoki bo'lmasam Securityda yoki bo'lmasam authentication sistemalarida yoki bo'lmasam Kubernetes, Terraform, Docker shu narsalarda tajribasi bo'lsa yoki bo'lmasam tajriba qilmoqchi bo'lsa, backend injenerlikda tajriba qilmoqchi bo'lsa, menga aloqaga chiqsin. Shu videoni tagida komment qoldirsin, men o'zim aloqaga chiqaman. Shu videoni tagiga komment qoldiringlar. Bizda zo'r imkoniyatlar bor. Level 4 dan boshlab level 6 gacha bemalol zo'r oyliklarda, zo'r joylarda ishlashga imkoniyati bor bizda. Remote. Menga aloqaga chiqinglar. Pastda plus belgisi yoki Pastda komment plus belgisi qoldirsalaring yoki bo'lmasam aloqaga chiqamiz. komment qoldirib ketsalaring sizlarga aloqaga chiqamiz. Instagramimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramimizda videomiz, o'sha Instagramdagi videoga plus qoldirib ketsalaring, men o'zim aloqaga chiqaman sizlarga. Lekin obuna ham bo'lish kerak. Obuna bo'lish shart emas. Men unga mana shu rezyumeni beradigan bo'lsam, to'g'ridan to'g'ri VP ni qo'lga tushadi, HRsiz. O'rtada HR, ya'ni kimda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa foydalanib oling. Zo'r imkoniyat. Zo'r imkoniyat. Keyingi mavzuyimiz kichkina, ozgina gaplashib ketsak bo'ladi. Ko'pchilikda shu savollar bo'lishi mumkin. Startap yoki katta kompaniya? Savolim, startap va katta kompaniya o'rtasidagi eng katta farq nimada? Endi men startapda ko'p ishlaganman, katta kompaniyalarga qaraganda. Endi maksimum ishlagan kompaniyamiz odam soni o'rtacha shu menimcha maksimum 300 ta odam bo'lgan. Katta kompaniya ekan-da, katta. Startapda o'ta ham katta edi. initial startup bosqichidan o'tgan kompaniyada endi ulg'aygan kompaniya. Qaysida 300 tadan o'sha Vosotdan? Yes, men oldingizda o'sha laundry service'da factory ishlaydigan odamlarni hisoblaganda ofisdan tashqari 300 ta chiqardi. Meditam katta edi. Endi uni meditam katta. Agar Endi factorylarda startupda- qo'shadigan Menga bo'lsa, startuplar bilan- startup hayoti yoqdi. Hozirgi kompaniyam startupligi uchun nimagaki menda problema bo'ladigan bo'lsa, men to'g'ridan to'g'ri boshliqqa chiqib qolaman-da. To'g'ridan to'g'ri haligi o'rtada odam bo'lmaydi, o'rtadagi odam misol uchun ustida tepadagi odamga qanday yetkazadi mesajni bilmaysan-da. Shuning uchun menga startup yaxshiroq deb o'ylayman. To'g'ridan to'g'ri kommunikatsiya, direct speech bo'lsa shunday bor. Boshliq qanaqa problema, qanaqa qilish kerak deb aytaman. Ish vaqti va bosim qayerda ko'proq? Xo'p, meni holatim bo'yicha men startaplarda deyarli ishlamadim. Chunki ikkita outsourcing kompaniyada ishlaganligim uchun undan keyin ozgina kattaroq kompaniyaga ishladim. Katta kompaniyalarda menimcha bosim juda ham kam. Erkinroqsan. Endi shaxsan balkim boshqa kompaniyalarda boshqacharoq bo'lishi mumkin. Menda shunaqa bo'ldi. Deadline'da uzoq olasan. Deadline'da uzoq olasan. Endi katta kompaniyalarda ham o'zini yaxshi va yomon tomoni bor. Flexible bo'lmaydi-da. Haligi senga kerakli tomonlardan aytaylik, oylikni ko'tarish yoki promotion. Bizda promotion degan narsa yo'q edi. Ya'ni misol daraja bor haligi G1, need to improve, NE degan narsalar bo'lgan yoki E bo'lgan yoki excellent shunga narsalar bo'lgan, lekin seni darajang aytaylik developerlikdan deridan chajang yoki hajang unaqa narsa yo'q edi. Qanday chiqish mumkin ularga? Iloji. Xayr qiladim faqat. Yangi olib keladimi? Bizda R&D'da hop hamma developer. Hamma unaqa senior yoki boshqa narsa hamma developer va timjang bor. Va R&D head bor. Well, that's it. Okay. Endi o'shani hisobiga katta kompaniyalarda work life balance'ni ushlay olishi mumkin. Bu plus tomoni. To'slarda unaqa emas ekan lekin. To's startup. To's qanaqasiga startup? To's Katta kompaniya-yu. Men startup deganda size-ni nazarda tutyapman. Kichkina kattaligi. Misol uchun To'sda life balance yo'q deyishadi-ku, misol Mana shu uchun. joyda bitta fikr bor-da. Ishlagan bo'lsam. Men tajriba qilib ko'rib, boshini o'tganini aytyapman-da. Endi To'sda ishlamaganman, o'shaning uchun bilmayman. Hamma kompaniyada har xil desa ham bo'ladi. Aytmoqchimanki, siz aytayotgan katta kompaniyalarda life balance bor degan ma'noda aytayotganingizga misol qilib gapiryapman-da. Misol boshqa katta kompaniyalarda ham
haligi on call degan narsalar bo'ladi misol senda. Eng katta meni kuzatganim qaysi kompaniyada balans bor, uni kompaniyani qizig'i yo'q. Kompaniya ichidagi timlarga bog'liq bu. Chunki masalan, timda ham ustida odam turadi-da. U odamni o'ykioni deydi, nimasi? Fikrlashiga, uni preferenslariga bog'liq-da, endi u ko'proq. Masalan, Kupangda aytadigan bo'lsak, Kupangda Tekinfra o'zi Kupang option oladigan bo'lsa, juda tez harakatlanadigan kompaniya. Option oladigan bo'lsak. Lekin Tekinfrada sal anaqa sekinroq aylanadi. Endi timga bog'liq bu ham. Endi sekin tezlashyapti boshqa VP kelgani uchun. Endi shu naqasiga bog'liq. Yo'q, men o'sha birinchi kirib hayron qolganim, chunki bu yoqda outsourcingdan kompaniyaga o'tganimda aytganmanki, nima, bular bitta featureni chiqarish uchun 3-4 talab bir haftada haligi meeting qiladi, boshqa qiladi. Shu qiyinmi derdim-da. Endi iloji yo'q. Haligi katta kompaniyalarda nima deydi? Shuna qilib step sekin olar ekan endi meni tushunishim bo'yicha. Lekin startapda yaxshi tomoni bilim tomondan. Skill tomondan tezroq ko'p narsalarni o'rganish mumkin. Endi savol shu joyda. Sizlarga startapda tezroq o'sish mumkinmi yoki katta kompaniyalarda o'sish mumkinmi? Hozir aytib ketdi-yu. Aytib ketdingiz. Yana qaytarib qo'yaverman. Ya'ni startapda jarayon juda tezda. Uncha bitta featureni chiqarish uchun haftalab vaqt ketkazilmaydi. Bitta meeting gapiriladi, okey, davay. Biz meetingga bormaymiz. Biz shunday boshliq mashina qilish kerak deydi, bo'ldi, 2 kun ichida feature tayyor bo'ladi. Unaqa oldin kompaniya, lekin haligi PM bo'ladi, product manager bo'ladi, product manager meeting qilardi. Katta feature chiqaradigan bo'lsak, bu feature qanchalik ta'sir qiladi? Misol uchun kompaniyaga o'sha narsa discuss bo'ladi. Qancha burnout bo'ladi, qancha resurs sarflanishi kerak, misol uchun frontdan nechta odam ishlash kerak, buning uchun backenddan nechta odam ishlash kerak. Orqa qismida. Misol uchun shunaqa narsalar bo'ladi. Dizaynerda vaqti bormi? Shunaqa narsalar kelishlardi. O'sha product manager o'zini prezentatsiyasini berardi, discussion bo'lardi. Keyin development process o'tardi. Development processga ham bir hafta vaqt ketadi o'tish uchun. Lekin hozirgi startapda bo'ldi. Shunday keladi, Slack, message, that's it. Bo'lmasam startup va katta kompaniyalarda maosh qanchalik farq qiladi? Qanchalik bonuslar beriladi? Startapda ham, katta kompaniyada ham ishlab ko'rganim uchun menda katta farq qildi, to'g'risi. Kompaniyani qanchalik kattaligiga qarab turib, oyliklar ko'payib boraveradi. Bonuslar ham ko'payib boraveradi. Yana bitta tomoni bor. Teskarisi. Balki teskarisi ham bo'ladi, lekin menda unaqa ko'rganim shu. Yana bitta tomoni, to'g'risi men startaplarda ishlayotganlar uchun bitta narsani ma'lumot aytib ketmoqchi edim. O'zim juda anaqa hekkalyo bo'lgan narsam, chalkashtirgan narsa stock option degan narsa bor-da. Stock option ko'p startaplarda stock option olasan, oylikni kamroq beramiz deydigan tomonlari bo'ladi-da. Bunda e'tibor berish kerak bo'lgan juda muhim bo'lgan tomonlari bor. Birinchisi stock option o'zi nimaligini tushunib olish. Stock option bu kompaniya qachondir aniq emas. Agarda IPO ga chiqsa, o'sha IPO ga chiqqan paytdagi narxida emas, balki sizga ishga kirgan paytingizdagi narxda o'sha stokni sotib olish imkoniyati. Stock option. O'sha paytdagi narx emasmi? Yo'q. Yaxshi-yu bu, masalan, bitta kompaniya sen sotib olasan arzonga faqat. Masalan, kompaniyada ishlayapsan, masalan, 100 ta senga stock option berdi $1 dan. $100 bo'ladimi? $100 masalan, senda mana shu stock option turadi. Ya'ni sotib olishing mumkin qachonki IPO ga chiqsa. Endi kompaniya IPO ga chiqdi. IPO ga chiqqanda $40 dan chiqdi bitta stok. Sen 40 barobar arzonga sotib olasan o'sha paytda o'zida. O'sha narsa stock option bo'ladi. $1 dan sotib olasan $40 lik narsani. Faqatgina bu yerda yana bitta plus qo'shimcha qilish kerak. Ya'ni faqat o'sha narsani sotib olish huquqini
Misol uchun ba'zi bizda o'tgan yil bundan oldin kompaniya 2 yildan keyin, ya'ni misol uchun hozirgi berdik degandan keyin 2 yil ishlashing kerak bo'ladi o'shani sotib olish huquqiga ega bo'lish uchun. Xuddi Hali shunaqa. chiqqani yo'q IPO. Uni vesting deydi. Yes. Ya'ni vesting period bo'ladi. Shunaqa. A, 2 yil ishlashing kompaniyalar kerak bo'ladi. ko'pincha har bitta pungi deydi-yu, unaqa quarter by quarter berib boradi. O'zini platformalari bor, unda ham to'g'risi o'ylaganim, menga bu pul kiryapti, men shuncha pulim bor deb o'ylardim. Ko'rinib turadi-da, sizda mana shuncha stok bor, mana shuncha pulingiz bor desa, stok emas, stock option ekan u. Keyin men oxirida ishdan chiqib ketayotganda startapda bo'ldi. Endi startapdan chiqib ketyapman, yangi ishga o'tyapman. U aytyaptiki, siz ishdan chiqib ketyapsiz, stock option'da keep qilasizmi, keep qilmaysizmi? Sotib olishing kerak o'sha paytda. Ishdan chiqib ketsang, 3 oy vaqt beradi. Kompaniyalarda har xil bo'lishi mumkin. 3 oy muddati davomida siz sotib olmasangiz, u stock optionlar olib boshqaga beradi. O'sha ishxonadagilarni boshqasiga beradi. Unda sen anaqa menda qanchadir $16,000 stock option bor ekanda. $16,000 sotib olishing kerak. $16,000 sotib olib, men o'ylardim, $16,000 pulimni nima qilarmikinman? Kimdir sotib olarmikin? Yo'q, sen sotib olishing kerak $16,000 ga. Keyinchalik kuchayib ketdi. 90 kun ichida sotib olmasang, cancel bo'lib ketadi. Shuning uchun stock optionda kimdir aytayotgan bo'lsa, olasan, u menga beriladigan pul deb o'ylamanglar. Bu sotib olish imkoniyati. Bu ko'p narsaga bog'liq. IPO ga chiqa oladimi u kompaniya? Bu narsalarni ham o'ylashlar kerak. Startup kompaniya. Yopilib Shu tomoni bor. Yana bitta, agar unicorn kompaniyalar bo'lsa, IPO ga chiqmagan, shunaqa kompaniyadan offer kelib qoladigan bo'lsa, sirasi kirish kerak. Ularda stock optionni juda qadrli. Ular chertib oladi, stock optionni uncha-muncha odamga bermaydi. Chunki, masalan, hozir IPO ga chiqish mumkin bo'lgan Koreyadagi kompaniya bu TOS. TOSga kiradigan odamlar overnight ertasi kuniga IPO ga chiqsa millioner bo'lib qolishi mumkin. Shunchaki. Shu tomonlari bor. Sizlarda qanaqa? Masalan, bonus qanchalik rol o'ynaydi? Menda xo'sh, meni holatimda o'sha outsourcingdan Meditga, ya'ni bundan oldingi kompaniyamga o'tganimda juda sezilarli darajada oshgan. Haqiqatan juda sezilarli darajada oshgan, lekin undan keyin sotuvlarda muammo bo'lib, oylik deyarli hech qanchaga oshmagan. O'sha eng katta minus bo'lgan. Chunki men birinchi 2000 eng baland sotilgani adashmasam yaxshi savdo bo'lgan 2022-yil ekanda. Chunki 2023 da insentivlargacha berganda qo'shimcha. Lekin undan keyin faqat minusga ketgan. Qancha 200 qancha 300 ok atrofida minusga kirib ketgan. Ya'ni sota olmagan yaxshi, o'shani hisobiga o'zi kechirasizlar, oshira olmaymiz, boshqa qila olmaymiz deb. Ya'ni startapda oylikda oshishi menimcha yaxshiroq, tezroq. Mana bu katta kompaniyalarda o'zini belgilangan periodi bo'ladi. O'shungacha chegarasi bo'ladi. Belgilab qo'yadi. Bizda aytganki, bir yaqinda belgilab qo'ydi, 1% bilan 5% orasidagina ko'taradi xolos. Undan ortiq ko'taradi. Endi mana shu yerda yana bitta maslahat. Maslahatcha. Ko'p startup kompaniyalarni internetda qarab tursalaring investment olganlari bor-da. Mana shu investment olgan kompaniyalarga topshiringlar. O'shalar oylik bo'yicha puli ko'p bo'ladi, oylikda generous bo'ladi. Xohlagan oyliklaringiz bera oladigan, qurb yetadigan. Qancha so'rasang shuncha beradi-da. Qancha so'rasang shuncha bermaydi. Lekin puli bor, bonuslari ham yaxshi bo'ladi-da. Intervyuda ham mana shu narsalarni so'rab olish bilsa, intervyugacha emas. Misol uchun headhunterlar yoki offer keladi-ku sizga, misol kelganda men birinchi beradigan savolim shunaqa, detalniy ma'lumotlar so'rayman va investment haqida ham so'rayman. Kompaniya money earn qilyaptimi, yo'qmi, yo burn cash burn qilyaptimi, shunaqa narsalarni so'rayman. Qachon oxirgi marta narsalarni o'zbekcha gaplashib ketsang, qachon misol uchun kompaniya qachon investment olgan? Olganiga hech qancha bo'lmadi, 2-3 yil bo'lgan bo'lsa, bu degani o'sha olingan pul miqdori o'sha tugab boryapti degani 2-3 yil bo'lsa, men uzog'i maksimum 1 yillikini ko'raman-da, misol 1 yil investment olgan bo'lsa, bu degani o'sha investment puli bilan yana 2 yil survive qila oladi kompaniya degan. Demak, seni umumiy fikring, kompaniyaga kirayotganda qachon ular investor olgan, investor pul tikkan, o'shanga qarab turib kompaniyaga topshirish kerak. Agar 2-3 yil bo'lib ketgan bo'lsa, o'zimni domenimga, o'zim qiziqqan sohamga qarayman birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda, misol ishga havasga borib kelmasang-ku, oylik beradi-ku kompaniya. Qiziq. Shu tomoniga qarayman, misol uchun.
Ya'ni shu tomoniga qarab qo'yish plus. Shu tomonga qarab turib, keyin men intervyuda qo'rqmasdan so'raysan-da. Intervyuda o'tib olsang, oxirida negotiationda men o'zimni qiymatimni qo'yaman. Ular o'zini qiymatini qo'yadi, tushasan, chiqadi, ana o'rtada ko'rishasan. Oshcha savdo. Keyin Yes, mana shu joytiga haligi oylik qancha so'raydi deydi-yu. Shunda aniq bir summani aytmasdan o'sha range'da aytish menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak deb Maksimum. o'ylayman. Ya'ni mana shuncha so'rayman emas, mana shu bilan mana shuni orasida. Yo'q, men unaqa deb qo'shilmayman. Chunki agar ko'proq u odamni valuesi kompaniyada haligi olib yurgan key, misol uchun har bitta ishchini o'zi boshliq ko'zlab yurgan bo'ladi-da. Qancha miqdorda ko'tariladi, qancha miqdorda ko'tarsam bu odam o'sha narsaga deserve qiladi. Misol uchun deyish mumkin. Ba'zi kompaniyalarda endi u odamni ushlab qolishga harakat qiladigan ishchilar kompaniyalar ham bo'ladi-da. Ba'zida farqi yo'q. Misol, mashinchi so'rayman desang, misol uchun boshliq bezirib qarab turishi mumkin senga. Mashinchi inkirib qila olamiz, xolos deydi, problemasini aytadi. Lekin men endi shunaqa holatlar bo'lgan, men shunaqa deganim bilan boshqasiga ko'targan vaqtlari bo'lganda, ko'targanman. Ochiqni aytaman, oldingi ishxonamda shunaqa bo'lgan. Senga ko'tarmagan. Endi ko'targan, men xohlagandaqa ko'tarmagan. Lekin ba'zilariga ular xohlagandaqa ko'targan. Keyin men o'ylaganman, ha, demak, kompaniyada qancha hard working qilishingga qarab o'tirmas ekan, faqatgina sen value olib kelishing kerak ekanda. Sen o'zingni ko'rsatishing kerak ekan. Slacklarda message bo'ladi, appda qanaqadir ish bo'lsa, first response qilishing kerak ekan deb o'yladim. Keyin o'yladim, keyin kompaniyaga kirishsam dedim, shu narsalarga katta e'tibor beraman. Qancha rol o'ynadi endi shu? Shu ancha rol o'ynadi deb o'ylayman. Endi hozir men aytgan range deganim bu birinchi ishga kirayotganingizdagini aytdim-da. Siz fikr berganingiz bu oylikni oshirish haqida bo'ldi. Endi o'sha Farqi Endi bor. shu narsa haqida o'zi o'tib ketmoqchi edim. Oylik oshirish, oylikni daromadni oshirish yo'llari haqida. Mana uni aytgan gap to'g'ri ekan. To'g'ri ekan. Shu narsa haqida Endi- bitta savollarim bor edi. To'xtagin-da. Endi bu startaplarda shunaqa qilish kerak ekanda, investorga Hamma qarash kerak ekan, yo'q, boshqa hamma ekan. yo'q. Katta kompaniyalarda qanaqa, masalan uchun senda qanday oylikni oshirasan yoki qanaqa cheklovlar bormi yoki bonus pullar bormi? Shular haqida. Xo'sh, katta kompaniyani birinchi bare minimumda aytadigan bo'lsak, birinchi har bitta katta kompaniyani o'zini leveling guideline bo'ladi. Ya'ni har bitta odamda pungida o'zi uchun self review beradi va uni menejeri unga review beradi va u bilan birga ishlaganlar review beradi. Komment qoldiradi. Ya'ni review degan o'zbekchasiga Qani izoh. izoh beradi, qanday ishlagansan. Keyin oxirida, yilda oxirida ham xuddi shu narsa takrorlanadi. Shunga qarab turib level qilinadi. 4 dan 5 ta leveli bor. O'sha levelga qarab hammasi qog'oz bozlikda katta kompaniyada. Qog'ozda isbotlab bera olmasang, qanchalik Slack'ga javob bergansan, umuman qiziqmaydi. Mana shu Qog'ozda isbotlab har doim o'zini platformasida nima qilgansan, o'sha ishlaringni yozib borishing kerak. Raqamlarda gapiradigan bo'lsak, Kupangda kirganing oddiy hech qanaqa promotion olmasang ham 10% yonbong deydi. Ya'ni base salary. Yillik oylikni 10%ni bonus sifatida berish kerak. Masalan, Bu yillik tomoni bor. Yillik 50 million oladigan bo'lsang, 10% 5 million. 5 millionni bonus qilib beradi. har yili Bu tomoni va har yili. Har yili 13-oylikka qo'shib. Endi eng baland ikkitaga, eng balandi, ya'ni bu degani Kupangda qaysi edi? Level eng balandi. Top tier deydi. Top tier levelga chiqadigan bo'lsang, unda 30-40% ni beradi. 30-40% emas, undan ham balandini. Beradi bonus sifatida. Oldinlar bor. Keyin oyling ham ko'tariladi ustiga. Masalan, martda ko'tariladigan bo'lsa, yanvar, fevral, martda oyligini o'sha qo'shib ko'tarilganini beradi, i plus ustiga bonus beradi. Masalan, yaxshi o'rtacha ishlaydigan level 6, level 5 larda ishlaydigan odamlar bonus sifatida 1 yilda soliqlar bilan qo'shib hisoblaganda soliq ham to'lanadi unga. Katta soliq to'laysiz. Soliq bilan birgalikda 30-40 million ishlab oladi. O'sha 1 oyda 30-40 million pul tushadi hisobiga. Umumiy fikr startapdan ko'ra katta kompaniyalar yaxshi. Umumiy Pul tomonlama kelganda bonus Men pul tomonlama emas-u, mana bitta narsa bor-da, startapda oylikni so'raysan qo'rqmasdan. Puli bo'lsa kompaniyani. Lekin ertaga kompaniya pul tugab boryaptimi?
уже seni chiqarib yuborishga harakat qilishi mumkin. That's right. Chunki oylikka katta olasan-da, chiqarib yuborishi mumkin. Agar sen value care qilib, misol uchun qanaqadir value olib kelmayotgan bo'lsan kompaniyaga, qiymat olib kelmayotgan bo'lsang, performansing tushgan yo boshqa narsa bo'lsa deb o'ylayman. Va stable jihatdan katta kompaniya yaxshiroq deyman. Misol uchun Coupang yoki Toast. Chunki pul borda baribir, investorlar bor, boshqa narsa bor. Tugamaydi. Qisqa muddat, qisqa amount ko'tarilsa ham, lekin uzoqroq qolasan o'sha amount. Bitta yomon tomoni oyligida misol 1 yilda bir martadan ortiq narsa qila olmaysan. Ko'targ'izdira olmaysan. Startaplarda ham, lekin misol bizda ham 1 yilda bir marta ko'tara olasiz. Lekin o'tgan safar mayda ham gaplashdim degandingiz. Lekin katta kompaniyalarda, katta kompaniyalarda shu shans ham yo'q demoqchiman. Gaplash ham imkoniyati yo'q. Yo'q-da. Endi bu katta kompaniyani bilmaysan-ku, u shans bormi yo'qmi baribir. Sen insentiva har 3 oyda insentiva ham berar ekanding-ku. Har 3 oy insentiv beradi deman. Nima deding kecha kuni? Insentiva. Insentiv berar ekan. Har oyda. Yo'q, har oyda emas, yilda bir marta berishi mumkin ekan, performansga qarab. Mana men Sizlar ham bir sizlar ham har yil belgilangan narsa. aytgani, misol bizda ham kim bilan gaplashasan oylik ko'tarish haqida-da. O'zi sistema bor, har yili bir marta OKR qilinadi. O'sha orqali nima deydi, oyliging ko'tarilishi mumkin demoqchiman. Endi katta kompaniyada qog'oz gapiradi, Yes. politika. Bag'i hammasi ichida kirib ketgan. Menga ham shunaqa qilganda Timjang GitHubga komment qoldirmaydi, fikr bermaydi featurelarga deb turib meni gradimni tushirib yuborgan. Mo'gan keyin. Faqat approve qiladi xolos deb. Mo'gan pul ko'tarmagan. Kompaniyada bitta narsa bor ekan, men shu narsani tushunib yetdimki, senga berilgan vazifadan ortig'ini qilish kerak ekanda. Hamma joyda shunaqa-ku. O'shanda qilish kerak ekan. Misol uchun mana shu featureda zo'r qilib turib, uni ustiga mana qilsak-chi degan savolni ham berish kerak ekan. Endi mana shu joyiga startapda shunaqa aniq. Katta kompaniyada siz PM dan oldinga o'tib keta olmas ekansizda. Men o'zim shaxsan tajriba qildim. Aytaylik, o'sha development scope ichida bitta komponentni develop qilayotgan bo'lsang, misol mana bu yo'lda ketayotgan bo'lsang, buni bu yo'lda qilishimiz mumkin deb mana shu ma'lum bir scope ichida fikr bera olar ekansan xolos. Lekin qanaqadir bitta feature development qilyapsanmi? Sen men aytgan bilan qilib qo'shsak nima bo'ladi degan narsani o'zi sen developmentdan tashqariga chiqara olmas ekansan-da. Chunki bu yerda oxiri javob beradigan ham PM. PMS kim? PM product manager. Product manager. Chunki ularning o'zini alohida timi bo'ladi-ku, o'shani ichida haligi discuss qilib, boshqa qilib, keyin developmentga surib yuboradi o'shada. Men o'sha narsani his qildim. Ya'ni ming harakat qilsang ham o'sha developmentdan tashqariga mana produktga ta'sir qila oladigan darajada oshiqcha qilib bera olmaysan. Ming xohlaganing bilan. Lekin startapda boshliq ideyani xohlaydi ishchilardan. O'sish kerak-da shunga startapligi. Startapligi uchun. Daromadni oshirishda, ishdan ishga o'tishda qanchalik foydasi bor? Dahshat foydasi bor. Demak, Zo'r foydasi bor. demak ishdan ishga o'tganda ham ancha to'g'risi o'zim ham bilaman. Prosta so'rayotganim, hammada ham shunaqami? Ishdan ishga o'tganda promotiondan ko'ra ko'proq oylikni ko'tarsa bo'ladi. Lekin ba'zi kompaniyalar bermaydi ularga. Bermaydi, topshirmaydi-da. Endi topshirmaydi, offerda salary negotiation oxirida qilasizda. Yo'q, baribir salaryni so'raydi-yu. So'raydi, lekin oxirida qilasan salary Endi negotiation ko'pincha. eng qiziqarli savol, hammaga qiziq bo'lsa kerak. Endi Kompaniyada chet elliklar bilan koreyslar bir xil oylik oladimi yoki chet elliklarga kamroq oylik to'laydimi? uni bilmayman. Qanaqa anaqalari bor? Hech kim aytmaydi. To'g'risi men hayron qolaman-da ba'zida. Meni shaxsiy fikrim ko'p olmaydi, kam ham olmaydi, bir xil. Bir xil oladi. Lekin ko'pincha anaqa ko'rib qolaman. Qanaqadir karishlar kamroq o'ylab oladigan O'sha menga ham shunaqa. bizdan ko'ra. Lekin Menimcha ular hali ko'proq soliq, boshqalarga registratsiya qilib tashlasa kerak. yo'q, miqdor deyilyapti-da bu yerda, u farqi yo'q. Soliqdan tashqarisi emas, soliqdan oldingisini aytyapmiz. Men yaqinda o'sha ishdan chiqib ketishimdan oldin o'sha R&D head bilan gaplashganimda so'radi, nima sababdan chiqib ketyapsan deganda, shu oyligim desam, keyinda hisobladi, ha, seniki o'rtachadan kam ekan degan gapni qildi o'sha paytda. Ya'ni
aytyapman-ku, bu salary raise ham bitta haligi kurash ekanda, katta kompaniyada, ya'ni bitta timda ichida kurash ekan. Chunki o'zini qoidalari bo'lar ekanda. Ma'lum aytaylik, bitta timda 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, hammaniki bir xil darajada oshmaydi-da. Hammaniki 11. Kimdir 15 oladi, kimdir 10 oladi, kimdir 4 oladi yo 5 oladi. Kimdir uni olmasligi Ha, kerak. kimdir olmasligi kerak. O'shaning uchun team lead bu aytganday har bitta yozayotgan commenting, har bitta qilayotgan actioning, mana shuni haligi kerakli joyda ishlatib qo'yar ekan. Qog'oz gapirish kerak-da oxirida. Endi qog'oz gapirishini bilmadim. Endi lekin men tushunishim bo'yicha Qog'oz deganimda o'sha faktlar. Timlit agar sen hozir gapni orasida sizlarga qizig'i yo'q deyapsan-ku. Timlit asosiy rol o'ynaydi deb o'ylayman. Misol o'sha tech lead asosiy rol o'ynaydi. Chunki tech lead agar misol uchun HR ma yo kim bo'lsa ham mashi bola, mashi developer juda katta effekt beryapti. Bu ish chiqib ketmasligi kerak, menga kerak. Chunki biz o'tgan safargi kompaniyada shunaqa bo'lganda CEO. CTO shunaqa No bo'lgan. question. U to'g'ri. Shunaqa ta'sir qiladi. Bu yerda endi Sirojiddinning kelsa timlik asosiy rol o'ynamagan bo'lishi mumkin bu yerda. Yo'q, Boshqa narsa bo'lishi mumkin. yo'q. U siz ko'rib turasiz-da kommentini. Kommentini haligi sistemadan kirib, mana shunaqa narsalarni qilmaydi. Faqat approve qiladi, faqat uni qiladi degan SMS'larda senga izoh berayotganda ko'rib o'qib turasan. Kim bergan ko'rolmaysiz. Rivojlanishing uchun ham yozadi-da ba'zida. Endi rivojlanishing uchun yozadi, mana shuni OKR deb yozilganligi seni salary raisingga absolutely ta'sir qiladi. Shu O'sha shuni defend qilmagan demoqchiman-da. Men aytmoqchimanki, Kengilmoqda. CTO'lar yoki leaderlar defend qilishi ham kerak demoqchiman. O'zini. Xolos, tech o'zini emas, o'zini qo'l ostidagi developerlarni ham. Chunki mana misol uchun sizga bitta ish berilyapti. Birinchi misol team leader bo'ladigan bo'lsa, kompaniyalar to'g'ridan-to'g'ri sizga chiqmaydi. Bitta feature qo'yish uchun team leadga keladi misol uchun yoki PM ga keladi, PM bilan team lead discussion qiladi. Keyin u ishchilarini, qo'l ostidagi odamlarini qancha foiz ishi bor, vaqti bormi, o'sha narsalarni ko'radi. Agar team lead bo'lmasa, sizga to'g'ridan-to'g'ri chiqaradi. Ularga qizig'i yo'q-ku. Ular misol PMlar teknik tushunmaydi. yoki bitta feature qo'shaman desa marketda teknik tushunmaydi. Mana shuni qilishimiz kerak, chiqarishimiz kerak deydi xolos-da. Lekin mana shu joyiga bizda teklidsiz ham PM bilan to'g'ridan-to'g'ri bitta feature ustida gaplashaverardik. Hamma bugun mana shu oxirigacha tinglaganingizga uchun katta rahmat. Yana ham qiziqarliroq qilishga harakat qilamiz. Keyingi podkastlarimizda gaplashgan mavzularimiz bo'yicha savollaring bo'lsa, bemalol Instagramda hamma mana shu yerda qatnashayotganlarni tag qilib ketyapmiz. Alohida videolar qilib chiqaryapmiz. Bemalol komment yoki DM orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz o'z tajribalarimiz bo'lishyapmiz. Bu degani hamma aytganlarimiz bu faktlar emas. Shuning uchun shu narsaga ham e'tibor qilib qo'yasizlar. Fakt, lekin hamma joyga apply bo'lmasligi mumkin. Hamma joyga ishlamasligi mumkin. Hamma joyga ishlamasligi mumkin. O'zimizdan o'tgan tajriba, deylik. O'zimiz o'tgan tajribalarda misol qilyapmiz. Yo'q. Bo'ldi, wrap up qilar. Wrap up bo'ldi-ku. Bo'ldimi? Topildi, tugadi. Tugadi. Biz xayrlashmadik-ku. Mayli, sog' bo'ling. Sen xayrlashma qo'y.